Qirg'izistondagi 13 ta tibbiyot universiteti davlat akkreditatsiyasidan o'ta olmadi. Rossiyaga ishlash uchun kelishdan oldin barmoq izi topshirish va tibbiy ko'rikdan o'tish mumkin bo'ladi. Moskvadagi mushtlashuv o'lim bilan yakunlandi. Hodisadan keyin ayrim ishtirokchilar Rossiyadan chiqib ketishga uringan. Rossiya Federatsiyasiga kelishdan oldin muhojirlarga elektron karta berish rejalashtirilmoqda. 277 ta muhojir Rossiya Federatsiyasidan deportatsiya qilindi. Rossiya Federatsiyasiga mehnat muhojirlarini jalb qilish, ya'ni org-nabor tizimi o'zgaradimi? 13 yil davomida odamlarni qullikda ushlab kelgan shaxs ustidan sud boshlanmoqda. Tataristonda katta migratsion sxema fosh etildi. 2 yil ichida 2700 dan ortiq muhojir noqonuniy ravishda legallashtirilgani aytilmoqda. Patent uchun sertifikatni olib berishni va'da qilgan shaxslar qo'lga olindi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Jahongir Saidovich. Hafta yangiliklar bilan tanishib o'tamiz. 2026-yil may oyida Qirg'izistonda tibbiyot yo'nalishida ta'lim berayotgan oliy o'quv yurtlarining davlat akkreditatsiyasi o'tkazildi. Natijalarga ko'ra, 13 ta tibbiyot universiteti davlat akkreditatsiyasidan o'ta olmadi. Yana bir qator universitetlar esa faqat 1 yillik akkreditatsiya oldi. Faqat ayrim universitetlar 6 yillik davlat akkreditatsiyasiga ega bo'ldi. Bu yangilik ayniqsa Qirg'izistondagi tibbiyot sohasida o'qiyotgan yoki o'qishni rejalashtirayotgan chet ellik talabalar uchun juda ham muhim. Chunki universitetning akkreditatsiya maqomi diplomning tan olinishi, o'qish jarayoni va kelajakdagi kasbiy faoliyatga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun hujjat topshirishdan oldin universitetning rasmiy maqomini tekshirish muhim hisoblanadi. Rossiya va Tojikiston o'rtasida mehnat muhojirlarini uyushgan tarzda jalb qilish, ya'ni org-nabor bo'yicha kelishuvga o'zgartirishlar kiritildi. Yangi tartibga ko'ra, Rossiyaga ishlash uchun kelishni rejalashtirayotgan ayrim Tojikiston fuqarolari mamlakatdan chiqmasdan turib ayrim tekshiruvlarni o'tishi mumkin. Jumladan, barmoq izi topshirish, hujjatlar uchun suratga tushish, Rossiyaga kirish taqiqlanmaganligini oldindan tekshirish. Kelajakda tibbiy ko'rikni ham Tojikiston hududida tashkil qilish imkoniyati ko'zda tutilmoqda. Bu o'zgarishlar Rossiyaga kelishdan oldin hujjatlarni tekshirish va ayrim jarayonlarni oldindan o'tkazish imkonini berishi mumkin. Natijada ayrim muhojirlarga Rossiyaga kelgandan keyin emas, balkim kelmasidan oldin o'z holatini tekshirib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hozircha bu o'zgarishlar asosan Rossiya va Tojikiston o'rtasidagi uyushgan mehnat jalb qilish dasturi doirasida qabul qilingan. Rossiya Federatsiyasi mehnat muhojirlarini tanlash va tekshirish jarayonini bosqichma-bosqich raqamlashtirishda davom etmoqda. 23 may kuni Moskvada ommaviy mushtlashuv sodir bo'lgan. Hodisa joyiga yetib kelgan politsiya xodimlari og'ir jarohat olgan erkakni topgan. Jabrlanuvchi shifoxonaga olib ketilayotganda vafot etgan. Tergov harakatlari davom etmoqda. Politsiya qotillikda gumonlanayotgan 24 yoshli shaxsni Smolensk viloyatida ushlagan. Ma'lum qilinishicha, u yana 2 nafar ishtirokchi bilan birga Rossiyadan chiqib ketishga uringan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ma'lumotiga ko'ra, mushtlashuvda qatnashgan yana 15 nafardan ortiq chet el fuqarosi aniqlanib, politsiya bo'limiga olib kelingan. Hozirda ularning harakatlariga huquqiy baho berilmoqda. Ommaviy janjal, mushlashuv yoki jamoat tartibini buzish bilan bog'liq holatlar nafaqat jinoiy javobgarlikka, balki migratsiya maqomi bilan bog'liq jiddiy oqibatlarga ham olib kelishi mumkin. Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar bo'limi ma'lum qilishicha, kelajakda ayrim chet el fuqarolarga Rossiyaga kelishdan oldin maxsus identifikatsiya kartasi berilishi mumkin. Ushbu karta elektron ma'lumot tashuvchisiga ega bo'ladi va muhojir haqidagi asosiy ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Jumladan, shaxsiy ma'lumotlar, biometrik ma'lumotlar, identifikatsiya uchun zarur ma'lumotlar. Ushbu karta mehnat shartnomasini rasmiylashtirish uchun asos bo'lishi mumkin. Ya'ni kelajakda Rossiyaga ishlash uchun kelayotgan chet el fuqarolari haqidagi ma'lumotlar oldindan shakllantirilishi rejalashtirilmoqda. Bu hozircha MVD tomonidan bildirilgan reja hisoblanadi. Odinsoy shahar okrugida o'tkazilgan antikriminal tadbiri davomida migratsiya qonunchiligini buzgan 277 nafar chet el fuqarosi aniqlangan. Tekshiruvlar qurilish obyektlari va umumiy ovqatlanish korxonalarida o'tkazilgan. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra 269 ta holat yashash tartibini buzish, 25 ta holat noqonuniy mehnat faoliyati, 4 ta holat ma'muriy qarorlarni bajarmaslik bilan bog'liq bo'lgan. Ayrim shaxslarga nisbatan bir vaqtning o'zida bir nechta modda bo'yicha bayonnoma rasmiylashtirilgan. Har bir qonunbuzarga 5000 rubldan boshlanuvchi jarima tayinlangan. Shuningdek, ularga nisbatan Rossiya Federatsiyasi hududidan ma'muriy chiqarib yuborish chorasi ham qo'llanilgan. Muhojirlar uchun registratsiya, migratsion hisob va ishlash huquqini tasdiqlovchi hujjatlarni o'z vaqtida rasmiylashtirish juda ham muhim. Chunki reydlar davomida aynan shu hujjatlar birinchi navbatda tekshirilmoqda. Rossiya Federatsiyasi MVD ma'lumotiga ko'ra, 2020-yildan boshlab chet ellik ishchilarni uyushgan tarzda jalb qilish bo'yicha eksperiment o'tkazish rejalashtirilmoqda. Pilot hudud sifatida Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati joylashgan Shimoliy G'arbiy federal okrug taklif qilingan. Loyiha 2027-yildan 2030-yilgacha davom etishi mumkin. Aynan nimalar o'zgarishi mumkin? Rejaga ko'ra, muhojirlar maxsus tartibda tanlanadi. Ish beruvchilar maxsus reyestr orqali ishchi jalb qiladi. Muhojirlar uchun maxsus migratsiya markazlari tashkil
aytiladi. Rossiya Federatsiyasiga kelgan fuqarolar avval ushbu markazlarda rasmiylashtirish jarayonlaridan o'tadi. Shundan keyin ular ish beruvchilarga taqsimlanishi mumkin. Rossiya MVD fikriga ko'ra, bu tizim muhojirlarning kirish va chiqishini yaxshiroq nazorat qilish, mehnat migratsiyasini tartibga solish hamda noqonuniy ishlash holatlarini kamaytirishga yordam berishi mumkin. Bu hozircha taklif va eksperiment loyihasi hisoblanadi. Yangi tartib hali kuchga kirmagan. Sankt-Peterburgda yirik reyd o'tkazildi. RIA Novosti ma'lumotlariga ko'ra, reyd Novoseliy posyolkasidagi qurilish shaharchalarida o'tkazilgan. Tekshiruvlar davomida jami 527 nafar chet el fuqarosi tekshirilgan. Shundan 55 nafar shaxs politsiya bo'limiga qo'shimcha tekshiruv uchun olib ketilgan. Natijada 28 nafar muhojirda migratsiya qonunchiligi buzilgani aniqlangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ushbu shaxslar ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Keyinchalik ularni Rossiyadan chiqarib yuborish masalasi ham ko'rib chiqilishi mumkin. Roselxoznadzor saytida 10 o'zbekistonlik eksportyor kompaniya mahsulotlariga vaqtinchalik cheklov joriy etilishi haqida xabar paydo bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, qaror fitosanitariya qoidalari buzilishi va karantin obyektlari aniqlangani bilan bog'langan. Oradan ko'p o'tmay mazkur xabar rasmiy saytdan o'chirib tashlandi. Shuningdek, ayrim ommaviy axborot vositalarida Roselxoznadzor ushbu ma'lumotni rad etgani haqida xabar tarqaldi. O'zbekiston Rossiyaga meva-sabzavot eksport qiluvchi yirik davlatlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun bunday cheklovlar eksportyorlar, tadbirkorlar va logistika sohasi uchun muhim ahamiyatga ega. Ayni vaqtda ushbu cheklovlar masalasi bo'yicha turli ma'lumotlar tarqalmoqda. Rasmiy organlarning keyingi bayonotlari vaziyatga oydinlik kiritishi kutilmoqda. Yangi rasmiy ma'lumotlar chiqqan taqdirda ular eksportchilar va maxsus yetkazib beruvchilar uchun muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. 13 yil davomida odamlarni qullikda ushlab kelgan shaxs ustidan sud boshlanmoqda. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, Murmansk viloyatida yashovchi shaxs 2012-yildan 2025-yilgacha bir necha kishini metallolom bazasida majburiy mehnatga jalb qilib kelgan. Ma'lum qilinishicha, jabrlanuvchilar ishlashga majburlangan, ayrim holatlarda ularga nisbatan zo'ravonlik qo'llangan va qochishga uringanlar yana qaytarib olib kelingan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar mazkur holat yuzasidan odam o'g'irlash va qul mehnatidan foydalanish moddalari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atgan. Bu voqea Rossiya Federatsiyasida majburiy mehnat va inson huquqlarini buzish bilan bog'liq jinoyatlarga qarshi kurash davom etayotganini ko'rsatadi. Rossiya Federatsiyasi MVD rasmiy vakili Irina Volk ma'lumotlariga ko'ra, Tataristonda noqonuniy migratsiya tashkil qilishda gumonlanayotgan shaxslar qo'lga olingan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, jinoiy guruh soxta ijara va ishga joylashtirish hujjatlarini tayyorlab, ular orqali chet el fuqarolarini legallashtirgan. Ma'lum qilinishicha, 2 yil davomida shu yo'l bilan 2700 nafardan ortiq muhojir noqonuniy ravishda rasmiylashtirilgan bo'lishi mumkin. Tergov versiyasiga ko'ra, sxema ishtirokchilari muhojirlarni rezina kvartiralarga ro'yxatga qo'ygan va soxta mehnat shartnomalarini rasmiylashtirgan. Bu kabi hujjatlar orqali rasmiylashtirilgan shaxslar keyinchalik migratsiya tekshiruvlari vaqtida jiddiy muammolarga duch kelishi mumkin. Hujjat tayyorlashda faqat rasmiy va qonuniy yo'ldan foydalanish muhim. Arzon yoki oson rasmiylashtirish takliflari keyinchalik katta muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Moskvadagi Cheremishki tuman sudi chet el fuqarolariga rus tili imtihonini amalda topshirmasdan sertifikat olishda yordam bergan shaxslarga nisbatan hukm chiqardi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, sxema ishtirokchilari muhojirlarga patent va boshqa hujjatlar uchun zarur bo'lgan sertifikatlarni pul evaziga olib berishni taklif qilgan. Ayrim holatlarda imtihon vaqtida to'g'ri javoblar aytib turilgan va kamera oldida qanday harakat qilinishi kerakligi tushuntirilgan. Sud qaroriga ko'ra, sxema tashkilotchilaridan ayrimlari ozodlikdan mahrum qilingan. Huquqshunoslar eslatishicha, soxta yoki qonunbuzarliklar orqali olingan sertifikatlar keyinchalik patent bekor qilinishiga, RVP yoki VNJ bilan bog'liq muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Muhojirlar uchun eslatma: aniq o'tkazib beramiz, imtihonsiz sertifikat qilib beramiz degan takliflar barchasi xavflidir. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.